Ha, okaman, futbolistlarimizga qarang, yorib tashlashdi-yu. Niyat qilganmiz agar futbolistlarimiz Osiyo chempioni bo'lsa, bitta futbolchiga shunday yer sovg'a qilib yoki tayyor qilgan uy sovg'a qilaman deb niyat qilganmiz. Bizlar tayyor yuzda sotilyapti. Ha, 20 so'm. Narxini oldi. Shuna videoga bitta tirsilatingda, bitta podpiskani bosib, bitta kommentga kirib o'lib tashlab qo'ying. Narxi-chi? 80 so'rashyapti. Gaplashaylik uchun 80 dan o'tadi. Mayli, unaqa niyat qilmagan bo'lsangiz, o'zim uchun bitta uy olaman deb shahar shovqinidan charchab, sal tinchroq joyga, daraxtlar bor joyga o'tmoqchimisiz? Hammani daraxtlar ham ekib tashlaganda, hamma joy. Orqasida 5 sotiq yana joy bor. O'sha uyimizga 20 sotiq. Bitta obzor ko'rishimni oldim. Boy aytgan narsa shuni qilib qo'ying, bitta obzor ko'ring. Qarang akam. Ko'rib turganingizdek, ashi burchakdan ketgan devor pastga tushib, orqaga 5 sotiqlik yerimizga yana boryapti. Aylanib mana bunday chiqib kelyapti. Ko'rasiz, ash aytganimdek kelyapti. 5 sotiq orqada joy bor, aylanib kelyapti. 10 ta xona joylashgan. Uy ichini ko'rsatib o'tirmayman sizga. Agar ko'rmoqchi bo'lsangiz, rostdan ham uyimiz ichini, shuni Telegram kanalimda profil tagida, shuni kirasiz. Shunda uyimiz bemalol rasmlarni ko'rib tursangiz bo'ladi. Silonni zonani ko'rasiz. Chiroyli qilib qo'yganlar, daraxtlar ekilgan va mazza. Shahar shovqinidan charchab ketib turmashligi, bitta shundan eshigingizdan kirganda, agar baraka siz shu uyimizga, bundan zinadan kirganda, unda uyingizga qaraysizda. Bitta chuqur nafas olasiz. Shundoq mazza qilasizda. Chiroyli remont qilib qo'yilgan. Qarang. Eshikdan kirib keluvchi sizni ko'rasizmi? Pastga zina tushib kelgan. Bu bemalol ko'rishingiz mumkin. Mana yaqinlashtirib ko'rsataman. Ko'rdingizmi? Bo'ldi. Mahallamizga keladigan bo'lsak, piyodadan ham yo'l bor, piyodadan ham yo'l bor, piyodadan ham yo'l bor. Ko'rdingiz? Ma'qul kelgan bo'lsa, lokatsiyalarni qo'lingizda tushunarli gap beraman. Uyimiz lokatsiyasini aytib o'taman. Qibray sentrdan ichkariga kirib borganinglarda Sohibqor mahallasiga kirib borasizlar. Ana shu uyimizda joylashgan. Bemalol raqamlarga qo'ng'iroq qilib baraka qilsanglar bo'ladi.